Asosiysi mana chek yongan yo'q. Chunki biz o'zimiz minib, hamma yo'g'ini tekshirib beramiz. Ertaga biz topshirayotganimizda egalariga qiynalmasliklari uchun biz o'zimiz olib borib, minib, tekshirib, hamma yo'g'ini sinab, keyin topshiramiz egalariga. Shunaqa mashinalarga, umuman olganda inomarkalarga qo'ydirib tashqaridan kelishyapti. Biz boshqatdan ustanovka qilib beryapmiz ular mashinalarini terib, boshqatdan reduktorlarini qo'yib, chunki tashqarida qo'ydirishganda mashinamizni kalibrovka qilyapmiz. Ko'rasizlar. Hop, Jetaurus oldi qismi bilan tanishtirib olamiz. Miyasi Yevropa gaz bilan 48 ga 4. Injektorimiz Dakota injektorlari, fagmitlar hech chiqmaydigan. Fagmit shlanglarni qo'yib berganmiz. Одноразовый, многоразовый. Reduktorimiz dibbiy reduktor. Bu mashinamiz 200 tot kuchiga ega bo'ladi. Reduktorimiz 220 tot kuchi. Shu sababdan mashinangizga yaxshi idealni yuz beradi. Orqa qismlariga 60 bittalik ustanovka qilib berganmiz. Tagiga tushgan, umuman bilinmaydi ham, ko'rinmaydi ham. Xudo xolasa 450 dan 500 gacha harakatlantirib beradi. Inshaalloh. Hop, Jetaur 290 plusga propan ustanovka qilib berganmiz. Hozir sinagani olib ketyapmiz. Sinab videoda oxirigacha ko'rsatib beramiz. Qancha rasxod qilyapti. Hammasini bilib olasizlar, xudo xolasa. Hozir mashinamizni kalibrovka qilyapmiz. Ko'rasizlar. Ko'pchilik adashtirib yubormasin, bu haligi 2 motori, 1.6lik emas, 2 motori. Eng fulli. Hozir kalibrovka jarayonida o'ynaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga foydali ko'proq ma'lumotlar beramiz. Shu metan propan haqida qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, javob berishga harakat qilamiz. Hop, bunaqa GDI motorlarni biz 2 kun, 1 kunga olib qolamiz. Shu sababdan 1 kun yoki 2 kunga olib qolamiz ustanovkani. Hozir minib tekshirib, hamma yo'g'ini ko'ryapmiz. Aka, yurishlari qanaqa aka? Yurishlari zo'r hozircha. Hamma yo'q joyida. Hozir minib ko'rdik. Hech qanaqa Ideal gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r. Kimda shunaqa GDI motorliklar bo'lsa, bemalol cho'chmay olib kelaveringlar. O'zini mutaxassislari bor ustanovka qiladigan. Bizda shunaqa holat bo'lyapti. Shunaqa mashinalarga, umuman olganda inomarkalarga qo'ydirib tashqaridan kelishyapti. Biz boshqatdan ustanovka qilib beryapmiz ular mashinalarini terib, boshqatdan reduktorlarini qo'yib, chunki tashqarida qo'ydirishganda bu ot kuchiga qarab zapchast tanlash kerak. Bularda ot kuchi 200 ot kuchi bo'lsa, shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. 100 talik, 150 talik ot kuchli reduktorlar qo'ydirib kelishyapti. Mashinalar tortmasdan qiynalib yurishibdi. Axir cheklar ham yonib qoladi. Cheklari ham yonib, qiynalmaslik olasiz, o'zini mutaxassisga qo'ydirsiz. Shuni tavsiya beramiz. Bizda qo'ydirasizmi, boshqasidanmi? Mutaxassisga qo'ydiring, zapchast tanlayotganingizda o'ziga tushadigan, narxi qimmat bo'lsa ham yaxshi yuradigandan qo'ydirishingizni tavsiya beramiz sizlarga. Chunki ertaga o'zingiz qiynalmaysiz, maza qilib yurasiz qo'ydirganingizdan keyin 2 martadan rasxod qilmaysiz. Shunaqa gaz, propan to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lish uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'risi yaxshi foydali ma'lumotlar berib boramiz sizlarga. Instagram kanalimizni ham chiqarib qo'yamiz. Instagramga obuna bo'lsalaring, to'g'risi yaxshi ma'lumotlar bor. Hop, mashinamiz kalibrovkani tugatdi. Test qilib sinaymiz endi. Bosyapti. Propanda ketyapmiz hozir. Umuman bo'g'ilish degan narsa yo'q. Asosiysi mana chek yongan yo'q. Ko'rishlar mumkin. Bu cheklarini o'zi o'chirib yuradi. O'zi amdamayla qiladi-da. Ha, yurishlarini ko'rasizlar, yurishlari yaxshi. Propanda ketyapmiz. Kerak bo'lsa benzindan yaxshi yuradi. Propanni bitta yaxshi tomoni bor. 108 oktanga ega bo'ladi. Siz tanlab yurmaysiz, men qattiq qo'yayotgan benzinga o'xshab, masalan, viloyatdan viloyatlarga yuradiganlarga juda qulay keladi bu narsa. Masalan, shahardan chiqmasangiz benzin topib quyib yuraverasiz, lekin tashqariga chiqqaningizda boshqacha benzin, masalan, arzonroq chiriladigan benzin quyib qo'ysangiz, sizga 5-600 dollarga tushishi mumkin. Qo'shimlar sindirib yuboradi. Shuning uchun biz propan tavsiya qilamiz, ustanovka qildirishingizni.
Birinchi o'rinda motoringizni himoyalaysiz. Ikkinchi o'rinda cho'ntagingizga foyda. 2 barobar, 2,5 barobar arzon yuradi benzinga qaraganda. Chunki bu mashinalarga 95-92 qo'yishingiz kerak. Shu sababdan propan qo'ydirib olsangiz, maza qilib yurasiz. To'rdalar yurishlari umuman bo'g'ilmaydi. Necha foiz ichadi Rozmat aka? 90 ga 10%. 10%. Bu degani 1 litr, 1,5 litr 100 ga benzin sarflaydi.